89. savol. Assalomu alaykum ustoz. Turk qo'shnimning yo'ldoshi Alavi ekan. U kishi ma'lum dinarxonada ishlaydi. Ular oshxonada qo'y, kala go'shtlari bilan qo'shib to'ng'iz go'shtini ishlataveradi ekan. Men buni bilgandan keyin ular elib kirgan tomoqlarni yesam qandoq bo'lar, yo to'kvassam bo'larmi deb ikkilanib qoldim. Yana afg'on qo'shnimizga beray desam, o'zim yegim kelmagan tomoqni ularga yegizishga ko'nglim unimadi. Mushu ishni qandoq bir taraf qilay? Men go marketdan bir narsa sotib olsammi, hayvonot yig'i borligini qo'rqib olmayman. O'simlik yig'i barini tanlab olaman. Bu qatim erim polo apkepto deb ekiribdikan. Tomoqni olmay desam, qo'shnim bo'lgandikin bek zo'rlab turib oldi. Bo'lmasa o'zimning tomoqlari eshib-teshib turibdi. Bir maslahat bersizlar. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Yana birisi bu yerdagi namoz o'qimaydigan ba'zi turklarmi ashundoq qiladi ekan. Namoz o'qiydiganlari undoq emas. Pakiz, Gollandiya. Javob: Va alaykum assalom. Nusayriylar deb atalgan Alaviylar buzuq aqidalik bir Shia toifasi bo'lg'achqa, ularning bo'g'izlagan mollarini iste'mol qilishga bo'lmaydi. Olimlar buningda birdaq qarashda. Imom G'azzali, Imom Ibn Kasir va Imom Ibn Abidillar buni aniq bayon qilgandir. Ularning uningdan boshqa guruch va shuningdek halol yemeklari bizga halol. Shunga ularga aniq qilib biz yeyolmaymiz deb eskartib, odatdagi halol yemeklarni akirsa qabul qilsangiz bo'ladi.